Bu rasmda ko'rib turganinglarni rossiyalik muhandislar chizishgan. Va mana bu ishchi bo'lsa o'zimizni oddiygina jaydari ustalarimiz, ya'ni o'zimiz qilganmiz. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Qaysi joyda farq ko'ryapsizlar? E'tibor berdinglarmi? Nasos 1, 2, 3, 4, 5 ta nasos turibdi. Bizda bo'lsa nimagadir bir donagina nasos turibdi. Nimaga? Hop, buni men sizlarga tushuntirib beraman. Bu santexnika ilmida ozgina olib qolgan gidravlika to'g'risida ilmchamiz bor. O'sha ilm bo'yicha hisoblab chiqqanimizda uy egasiga aytdik. Bu yerda 5 ta nasos bor ekan. Men hisobim bo'yicha bir dona nasos yetarli bo'ladi sizga bemalol deb aytdim. Uy egasi ham rozi bo'ldilar va shu ishni qildik. Men ko'rib turganinglardek, mana shunaqa holatda. To'g'ri, hali bitmadi to'liqligicha, lekin biz ishlatib ko'rdik buni, mana ishlab turibdi. Gap isboti bilan bo'lishi kerak. Ishlab turganda 25 ga 6 nasos tushunadiganlar tushunadi buni. Chistotli nasos 1, 2, 3 ta pog'onasi bor. Buni o'rta pog'onasi bor kuchi bilan ishlamayapti. O'rta kuchi bilan ishlab turgan holatda mana bu konduktorlarimiz bor. Bu birinchi qavat uchun, tepada yana ikkinchi qavat uchun. Uyimizda 200 kvadratdan sal oshiqroq, adashmasam shunaqa edi. Va mana bu narsalar ko'rsatib turadi bizga. Mana 1,5 da turibdi. 1,5 dan oshiqroq, 1,5. Keragidan ortiq suv aylanyapti hattoki degani bu. Nasosimiz ikkinchi tezligida ishlab turgan holatda ham shunaqa bo'lsa, endi bitta nasosni o'zi ortiqchalik ham qilyapti degani. Endi bilmadim. Rus mutaxassislari, muhandislari qanaqa hisoblashgan, uni bilmadim. U ham rus mutaxassislari ham masalan taniqli mutaxassislar edi. Biz o'zimiz oddiy kichkinagina ilmimiz bilan hisoblab qo'ygan narsamiz o'zi mana shuncha bo'ldi. Endi tasavvur qilinglar, agarda 5 ta nasos qo'yilganda bu joyimizda qancha joy qolardi? Birinchidan, ikkinchidan qancha pul to'lanardi u nasoslar uchun? Hop, kamida arzoni desanglar ham $80 dan 4 tasi $320 hozir shu yerda o'zi tejalyapti. Uni eng ustiga eng asosiy narsa bitta nasosimizda taxminan 30-40 wattdan tok iste'mol qiladigan bo'lsa, qolgan 4 ta nasosimizga yana qo'shimcha shuncha tokdan yerda yil bo'yi, umr bo'yi, yil bo'yi emas, mayli, o'sha faslni o'zida, qish faslini o'zida ishlardi, lekin doimiy tok sarflab yotardi. Uy egasiga doimiy xarajat berib yotardi. Endi biz bu yerda minimal xarajat bilan maksimal natijaga erishish yo'lini qilib berganmiz uy egasiga. Uy egasi ham baraka topsinlar, shu narsaga rozi bo'ldilar. Bu eksperiment emas edi. Biz o'qib, o'rganib bu narsani asl manbalaridan o'rganganmiz. Shu sababli amin bo'lib, "Aka, amin bo'ling, siz shu ishni qilib beramiz. Mabodo bo'lmasa, biz o'zimiz bu narsani to'g'rilab beramiz" deb aytdik. Uy egasini ishontirish uchun. Ya'ni buyuk emas u, endi rossiyalik mutaxassislar bizdan ko'ra kuchliroq deb bilishadi. O'sha kuchli mutaxassislarni chizib berganidan biz chetga chiqyapmiz. Chetga chiqqanda ham 5 ta nasos chopib tashlab, o'rniga bitta nasos qo'yamiz. Shuning uchun uy egasi ham ozgina ikkilanib qoldilar. Shu sababli biz ishontirishga harakat qildik va mana natijani ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Qo'yib ishlatib ko'rdik, sizlarga ham ko'rsatdik. Tushunadigan odamlar tushunib bu narsani bemalol tahlil qilishi mumkin bo'ladi.